Assalomu alaykum qadrli traderlar. Demak sizlar bilan GS Invest jamoasidan forex fond va kriptovalyutalarni William Gam texnikasi va Elliott to'lqinlar smart moneylar bo'yicha tahlil qilishda davom etamiz. Demak bugun valyutalarni ko'ramiz. Demak William Gam texnikasi bo'yicha valyutalarda demak qanday holatlar bo'lmoqda. Demak funt sterling dollar grafik bilan boshlaymiz. Bir soatlik demek bir kunlik time frame. Demek bir kunlik time frame'da bizada bozor demek o'suvchi va shu trend bo'yicha ketyapti bozor. Va shuni hisobga olganda bozor demek o'suvchi bozor va shuni hisobga olganda bizada hozirgi holat bo'yicha demek vaqt bo'yicha razворот zonamiz 28-da ekan. Demek bugungi chislo bo'yicha va hozir ko'ryapsizlar, mana ozgina razворот bo'lyapti. Endi hozirgi holat bo'yicha bozor mana bu o'ringa retesga kelishi mumkin. Retes demak uglimiz 4.1 zonaga va сопротивленияmiz demak 1.3093 ga kelishi mumkin va shu yerdan qanaqadir reaksiya demak kutishimiz mumkin. Kichkina time frame'da demak tasdiq bilan bagga kirish zonasini demak ko'rsak bo'ladi. Va ближайший цель tek keyingi level bizada funt sterling bo'yicha demek 1.38 demek 38 ekan. Где-то yani 400 punkt demek kutib qolamiz. Funt sterlingi demek keyingi levelga borishiga bir soatlik time frame o'tadigan bo'lsak, bir soatlik time frame'da bizada hozir mana bunday holat bo'lyapti. Demak uglimiz 1.4 uglimiz praboy bo'lgan. Ko'rib turibsizlar. Mana bu yerda reaksiya olgan joylarga ahamiyat beringlar. Demak bu ugullar o'sha расчет bo'yicha ishlaydi. Demak funt sterling demak bizada birinchi уровеньni oldi, praboy ikkinchi уровеньni va uchinchi уровеньni ham olgan. Demak bu yerda bozorga kirish tochkalari bo'lgan. Kim masalan William Gam texnikasiga qiziqsa bularni demak o'rgatamiz. Qanaqa bozorga kirish, qanaqa profit qilishligini. Va hozirgi holat bo'yicha demak funt скорее всего уже mana bu уровеньni olsa kerak. Bugun demak 1.34 45 zonani olsa kerak va bu yerdan keyin kutamiz. Agar konsolidatsiya bo'lib turib qanaqadir kichkina time frame'da demak signal bo'lsa, demak bagga yana davom etishimiz mumkin. Yo'in keyin уже mana bu demak bu ham proboy bo'ladigan bo'lsa, agar shamchalar bilan yoki zakrepleniya bo'lgan bo'lsa, u holda уже funt mana bu zonaga kelishi mumkin. 1.8 levelga mana shu yerdan globalniy demak razворот olishi mumkin. Demak kuzatishda davom etamiz. Hozircha demak funt sterling ozgina demak mana bu o'sishdan so'ng demak korreksionniy движение ketyapti pastga. Demak keyingisi demak yevro dollarda ham demak bozor demak o'suvchi, xuddi funtga o'xshab demak ugullarimiz o'suvchi ugullar va taxminim bo'yicha yevro ham demak mana bu 1.16 ni olsa kerak. Уровеньni ближайший bir haftadami yoki 3 kundami volatilnostga qaraladi. Demak bagga demak hali signal bor. No xuddi demak funtga o'xshab bu ham sразу emas, qanaqadir konsolidatsiyadan keyin demak borishi mumkin. Yo'in keyin kuzatishda davom etamiz. Demak mana bu keyingi uglga kelib turib, demak 1.4 uglimizga kelib turib, bu yerdan qanaqadir masalan bayga demak reaksiya bo'ladigan bo'lsa, o'sha yerdan demak keyingi uglga borishni kuzatishimiz mumkin. Demak kuzatishda davom etamiz. Bir soatlik time frame o'tadigan bo'lsak, bir soatlik time frame'da demak bizada yevro dollarda demak mana bu bitta level demek praboy bitta leveldan keyin ikkinchi levelga o'zi bozor keldi. Demak uglimiz 1.4 uglga pastga kelib qolgan va hozirda kuzatamiz. Agar mana bu urovlar demak praboy bo'ladigan bo'lsa, demak retestdan keyin keyingi uglga demak bozor ketishi mumkin. Demak 1.12.08 zonaga bu yerdan keyin tasdiq bilan demak razворот demak keyingi уровеньga borishga kutamiz. Hozircha yevro ham xuddi funtga o'xshab, funt sterlingga o'xshab korreksionniy demak движение ketyapti pastga. Demak keyingi
valyutniy para bizada bu shvetsarskiy frank dollar parasi ekan. Shvetsarskiy frankda demak ko'ryapsizlar bozor явный demak tushuvchi bozor, xuddi yevro dollar fundan teskarisi va ahamiyat berishingiz mumkin razvorot tochkaligi va ug'illarni demak ahamiyat berishingiz mumkin. Ug'illarimiz qanaqa reaksiya o'tganligiga demak bu bejiz emas. Hisob kitoblar demak aniqroq qilinsa demak shunaqa chiroyli reaksiyalar kutishimiz mumkin zonalardan. Demak hozir shvetsarskiy frank bo'yicha bizada holatimiz qanaqa bo'lyapti? Demak taxminim bo'yicha bu mana bu uglimiz proboy bo'lgan уже demak bu bozor endi keyingi uglimizga demak harakatlanishi mumkin. Mana bu levelga kelishi mumkin. Uglimiz demak 1-2 ugl ekan. 1-2 kelishi mumkin. Bu yerdan keyin qanaqadir yana dalniyshiy snижение kutib qolishimiz mumkin. Demak ozgina dollar укрепиться qilyapti. Mana bu yerda уже dollar pasayishi bo'lgan, demak ozgina уже korreksionniy движение demak dollar tarafda bo'lyapti. O'shani hisobga olganda bozor demak mana bu uglga demak kelishi mumkin. Yo'inki sразу hozir masalan 2-3 kun ichida yoki через konsolidatsiya orqali xullas shu ugldan demak yana pastga reaksiya kutamiz. Agar 1 soatlik time frame o'tadigan bo'lsak, 1 soatlik time frame'da bizada hozircha mana ko'ryapsizlar, mana uglimiz provoy bo'lgan va bozor keyingi demak uglga demak mana bu tushuvchi uglga demak harakatlanyapti va скорее всего bu yoqqa уже kelsa kerak. Mana bu levelimiz demak 0.8298 ga bu yerdan qanaqadir reaksiya kutamiz pastga, yoki agar proboy bo'ladigan bo'lsa demak bozor kelib turib agar bu yorib tepada zakrepleniya bo'ladigan bo'lsa shamchalar bilan demak retestdan kelgan уже keng demak levelga 1.83-1.86 ga demak borishi mumkin. Buni demak kuzatamiz. Keyingisi dollar yaponskiy yena parasi ekan. Dollar yaponskiy yena parasida bizada mana bu demak ozgina qolgan ekan, demak 139 level olishiga скорее всего bu yana qaytib kelishi mumkin. Mana bu levelga qaytib kelishi mumkin. Все равно bozor bizada hozircha nisxalashga ketyapti. Shuni hisobga olganda demak hali bozor nisxalashi trend tugamagan. Agar 1 soatlik time frame o'tadigan bo'lsak, 1 soatlik time frame'da demak uglimizga bozor yaqinlashib qolibdi. Mana уже to'rt uglimiz ekan va tepada yana bitta uglimiz bor. Bu yerdan qanaqadir reaksiya kutamiz va patronlarga qarab tasdiq bilan yana mana birinchi urovень, bu yerdan keyin yana ikkinchi urovень, mana bu 141-47 zonaga kelishini demak taxmin qilyapman. Va oxirgi demak valyutniy para bizada dollar kanadskiy dollar parasi ekan. Dollar kanadskiy dollar parasida скорее всего bozor endi bu bir haftami, 2 haftami yoki 1 oymi bilmadim, qancha vaqt bo'lmaydi. Demak razvorot zona 30-chisoda ekan. Kelib turib mana bu demak urovenni demak olishi taxmin qilyapman. 1.35-23 urovenni скорее всего bilmadim, yoki bozor qanaqadir o'sib turib mana bu razvorot zona bo'yicha keyin reaksiya olishi ham mumkin. Demak скорее всего в ближайшее время o'sha 1.35-23 zonani demak taxminim bor. Kanadskiy dollar parasi shu levelga kelishini. 1 soatlik time frame'da esa hozircha demak mana bu uglimiz 1.2 dan past ekan va shuni hisobga olganda keyingi urovень demak tasdiq bilan kutamiz. Yana mana bu uglga uroveniga 1.36-44 levelga kelishini taxmin qilyapman. Demak общий tendensiya demak bizada nisxalashi so'ramni bu demak bu qanaqadir korreksionniy движение ketyapti va shuni hisobga olganda bozor yana vaqt bo'yicha demak bugunmi yoki 29-dami razворотный zonadan keyin tasdiq bilan yana mana shu levelga kelishi mumkin 136.
shu qisqacha video olishga qaror qildim. Demak, bu William Gann texnikasi bo'yicha demak prognozlar. Demak, bular demak juda ko'p joylarda qo'l keladi. Xususan Gann o'zi bu sistemani qo'llagan. Masalan, bizga to'liq yetib kelmagan bo'lsa ham qo'ldan kelgancha bilim berishga harakat qilamiz. Demak, mana bu D1 grafikini funt sterlingni ko'radigan bo'lsak, mana D1 grafikida funtni mana masalan ko'rishingiz mumkin. Bu yerda masalan kichkina rastoyan emas, masalan mana bu oraliq 125 dan 129 gacha. Endi valyutniy para uchun bu normal holat 400 punkt degan. To есть level demak proboy bo'ldi, vaqt zonadan razворот va ugulimizga to'g'ri kelib qoldi. Mana ugulimiz vaqt zona va сопротивлениеga retest bo'ldi. Demak, bu yerdan qanaqadir boshqa strategiyalar bilan qo'llash mumkin. Yoki shuni o'zini ham qo'llasa bo'ladi va keyingi levelga demak bozor demak tasdiq bilan borgan 400 punkt masalan ishlandi va nima bo'ldi? Bu yerda уже yana mana bu ugunimiz demak proboy bo'lgan 129 va tepada уже закрепление bo'lgan. Bozor nima qilyapti? Konsolidatsiya vроде o'sdi va qayta bir mana bu ugulga keldi, o'suvchi bozor bo'yicha va bu yerdan bozor yana закрепление bo'lib turib keyingi levelga keldi. Demak 1.33 уже. Demak, mana bu yerda уже piramida qilsa bo'ladi. Ko'proq masalan bayga zerkali otsa bo'ladi. Buni kichkina time framelarda. Va hozirgi holat bo'yicha endi mana bu уровень ham demak proboy bo'lgan va bozor mana bu yerda endi vaqt bo'yicha ko'ryapsizlar, razворот zonaga to'g'ri kelgan 28-chisilovda o'tgan oy 2da. Bu buni bir oy bo'libdi. Mana vaqtda razворот bo'ldi va bozor yana kelib turib korreksiya zonaga keldi va ugulimiz 1.2 zonaga keldi va bu yerdan kuchli reaksiya olgan yana tepaga. Demak, shu kichkina time framelarda D1 grafikdan qarab turib yoki H1 o'zida ham masalan qancha profit qilsa bo'ladi. Mana masalan mana bu yerdan oladigan bo'lsak ham H1 grafikini ko'radigan bo'lsak, mana ko'ryapsizlar. Bitta уровень olingan, proboy bo'ldi, резкий ikkinchi уровень olingan, keyin uchinchi уровень ham proboy bo'lib turib, demak pastga demak korreksionniy zonaga kelgan va bu yerdan ugullarimiz demak boshqada shu ugul bo'yicha bozor yana закрепление bo'lib turib keyingi levelga bordi. Bu yerda demak proboy bo'lgan, ugulimizga keldi, razворот zonadan endi keyingi levelga. Xullas пока явный разворот pastga bo'lmaguncha demak bozor o'suvchi, faqat bay. Demak bayga qayerdan точка qidiramiz? Buni demak texnika orqali aniqlasa bo'ladi. Demak, William Gann texnikasini qo'llab bozorda kirish chiqish zonalarini aniqlasa bo'ladi. Bu ham juda ham kerakli instrument hisoblanadi. Demak, bunaqa bilimlarni demak olmoqchi bo'lsangiz yoki sizga qanaqadir qiziq tuyulayotgan bo'lsa, marhamat ofisimizga keling, o'rganing. Bundan tashqari Elliot to'lqinlari, Smart Money, pul avtomat robotlar bor bizda traderga yordam beradigan trade vaqtida ularni hammasini biz o'rgatamiz, bepul beramiz. Faqat kelib o'rganishingiz mumkin. Demak, JS Invest jamoasidan yana bir bor sizlarni o'quv kurslarimizga taklif qilib qolamiz. Birinchi demak zanatiya, birinchi o'quv kursi tekin, besplatniy bo'ladi. Uning uchun adminga murojaat qilishingiz mumkin. YouTube shapkachasida demak silkalarni qoldiramiz. E'tiboringiz uchun rahmat, xayr salomat bo'ling.